Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, hammalarning mush vaqti xayrlik bo'lsin. Men sizlar bilan mush ziyolilik haqida ikki qiz paranglashmoqchi. Xaronlarda bo'lgandek bizning Uyg'ur jamiyatimizda ta vatanda shu munbar qizg'an vaqtini tatib mushu ziyolilar ichidan va yoki ziyoli deb atalgan kishilar ichidan ba'zi bir gap so'zlar bo'linadi. Bu jamiyatdagi ichki nizoga, dardlashga sabab bo'ladi. Biz chet elga chiqqandan keyin bu üzülmedi. Bulup biz chet elga yana chiqqan vaqtlarda, ya'ni 2015-2016larda bu xil munoziralar, ya'ni mush xalq bilan va yoki xalqning qimmat qarashlariga munosabatli bo'lgan ba'zi bir masalalar bilan mush ziyolilarniki degan gap so'zlar o'tirsida ba'zi bir dardlashlar bo'ladi. Vaqtning o'tishiga ergashib, sirqa chiqqan ziyolilarning tushunchasining kengayishiga ergashib, bu masala oz qolgan bo'lsa-mu, lekin buning oxiriga butunlay tuguni yo'q. Shuning uchun men sizlar bilan mushu ziyolilik haqida paranglish orqali bugungi kunimizda nima uchun bu xil ziddiyatlar, bu xil ichki nizoga sabab bo'lgan gap so'zlar bo'ladi? Buning tufki sababi nima? Buningki hal qilish chorasi nima? Mush haqida paranglashmoqchi. Chunki hammamiz bilganimizdek, shunday jamiyat ko'p deyiladi. Diniy ahli ilmlar, olimlar millatning o'ng qanoti, ziyolilar so'l qanoti deb. Bu bugungi kunimizga reallik bo'yicha va yoki ma'lum nuqtai vaqtimizda to'g'ri bir so'z. Endi millatning so'l qanoti bo'lgan va yoki shunday atalgan bu ziyolilar ichidagi ba'zi bir kishilardan ana shunday xatoliklar va yoki ba'zi bir ishlar yuz bersa, millatningki so'l qanoti yarada bo'lsa, bu yerda millat parvoz qilinmaydi. Shuning uchun bu haqda biz paranglashimiz kerak, suhbat ilib berishimiz kerak, masalani hal qilishimiz kerak. Shundaqla hal bo'lmagan masalaning xarakterini tunib yetishimiz kerak. Shunday qilgan vaqtimizda xalqimizning ong saviyasi ko'tariladi. Hal qilg'usi bor, to'g'ri pozitsiyadagi kishilar o'zini tuzadi va shundaqla bu yerda ichki nizo bo'lmaydi. Millat meli siyosiy jihatda olsun, meli boshqa jihatda olsun alg'a bosadi. Shunga mush haqda masala bilan paranglashmoqchi. Biz ziyolilik haqida tushunchaga ega bo'lish uchun bu xil kimlikniki nereden kelib chiqqanligi, qanday shakllanganligi haqida ozroq to'xtalishga to'g'ri keldi. Biz tariximizga qarab boqadigan bo'lsak, ya'ni bizning shonliq tariximiz bo'lgan Qaraxoniylar davriga qaraydigan bo'lsak, ziyolilar diniy ahli ilmlarda bu xil ayrilgan ikki xil sapni ko'rmaymiz. U davrlarda, ya'ni bizning shonliq davrimizda ziyolilar, olimlar ikki qanat emas, bir edi. Ya'ni bir odamda bu xil ikki xil sifat mujassamlanadi. Bu ikki xil sifat bir odamda mujassamlanmasa, u odam alim hisoblanmaydi. Masalan, biz farqlangan bo'larimiz Mahmud Qashqari, Yusuf Qasajib qaraydigan bo'lsak, bular diniy alim ham bugungi biz ataydigan ziyolining sifatlarining hammasi topildigan olimlar edi. Ya'ni ziyolilik va diniy ahli ilmlik bizning bu shonliq tariximizda bir odamda, bir ma'rif sistemasida birdek topiladi. Keyin Yevropada Rönesans harakatlari va undan keyin yuz bergan sanat inqilobining keyin shakllangan bo'lsin, fan bilan dinning butunlay ayrilgan, din bilan fanniy olimlar birisi-birisiga butunlay dushman bo'lgan vaqtlardami bizda bu xil ayrilish, bu xil birisi-birisiga bo'lgan ziddiyat, o'chmanlik, nafrat asla shakllanmagan. Masalan, biz yaqingi tarixlarimiz, ya'ni Xitoy bizni ishg'ol qilgan vaqtgacha bo'lgan tarixlarimizni qaraydigan bo'lsak, garchi bir sohada, ya'ni fanniy sohada taxassuslashgan, mutaxassislashgan olim bo'lsa-mu, uningki diniy ilmlardan xabari bor, o'zining e'tiqodiga sodiq kishilar ekanligini, ya'ni o'zining e'tiqodi bilan o'g'gan o fanniy ilmini dushman qilib olmagan, zidlashtirib olmagan kishilar ekanligini ko'ralaymiz. Masalan, hammamiz farqlanadigan Abduxoliq Uyg'urga qaraydigan bo'lsak, bu Abdurahmon Mahsumning o'g'li. Tunji ilmini majlisda olgan, Qur'on o'rgangan, arab tilini, fors tilini pishiq bilgan va shundaqla xalq madrasasini tamomlagan Hamdullah Damullamning qo'lida diniy ta'lim olgan kishi edi. Abduxoliq Uyg'ur keyin fanniy sohada taraqqiy qilib, islohot maydoniga qadam qo'ygan bo'lsa-mu, lekin hech qachon o'zining e'tiqodiga sodiq bo'lishdan bosh tortmagan. To'g'ri, ba'zi bir xurofotlarga raddiya bergan, lekin o'zining sop bo'lgan dinidan asla va asla voz kechmagan va shundaqla o'zining dinida mustahkam turgan. Undan boshqa har sohada ko'z ko'ringan olim, ziyoli kishilar bo'lsin, hammasida bu xil milliy kimlik bilan diniy e'tiqodningki teng mavjud bo'lganligini ko'ramiz. Masalan, siyosat maydoniga qaraydigan bo'lsak, hammamiz farqlanadigan mujohid general Mahmud Muhiti o'zi dindor, dinda o'qigan kishi. Shundaqla uning oilasi ham nihoyat dindor kishilar. O siyosiy harakatlarda o'zining e'tiqodi bilan siyosiy harakatni hech qachon zidlashtirmadi. O'zining e'tiqodini, milliy kimligini o'zining ilib mangan siyosiy harakatiga hech qachon bir to'salg'u deb qaramadi. Hatto keyingi davrlarda Yaponiyaga borgan vaqtida ham o'zining soqolini tushirib, o'ziningki islomiy ko'rinishidan voz kechmadi. Soqolliq holatda shu Yaponiyadagi hukumat amaldorlari bilan kurashdi, islomiy ko'rinishlardan nomus qilmadi. Buning o'xshagan yuzlarcha misollarni ko'ralaymiz. Ya'ni bizning tariximizda Xitoy bizni ishg'ol qiluvchi bo'lgan vaqtgacha hech qachon e'tiqodimizdan, milliy kimligimiz, siyosiy harakatimiz, ma'rif sistemimiz ayrilib boqqan emas. Aksicha, bizning e'tiqodimiz, mayli siyosiy harakatlarimiz olsun, mayli ma'rifimiz olsun, mayli ijtimoiy ishlarimiz olsun, bizni alayda xoslik ega qilgan va shundaqla bizni harakatlantiruvchi kuchning rolini o'tagan. Bu sababdan bizning butun siyosiy harakatlarimiz mana shu jihad,
shahidlik mush xil ruhning turtkisida elib berilgan. Xotanda qurilgan Xotan islom hukumati bo'lsin. Keyin rasmiy qurilgan Sharqiy Turkiston islom jumhuriyati bo'lsin. Undan keyin qurilgan Sharqiy Turkiston jumhuriyati bo'lsin. Hammasida bizdagi diniy omil, aqida, e'tiqod eng muhim o'rinda oldingi o'rinda turgan. Shuning uchun birinchi qatim qurilgan Sharqiy Turkiston islom jumhuriyatining bosh ministri Sabit Damullan bo'lgan. Ya'ni buyuk diniy olim u davlatimizga bosh ministr bo'lgan. Va shundaqla ikkinchi qatim Sharqiy Turkiston jumhuriyati qurilish harfsida Ilhon Turam ana shundaq jihad ruhi, shahidlik ruhida tashviqot elib borgan. Va shundaqla bu davlat qurilgandan keyin bu davlatning boshiga diniy olim, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayotini yozib chiqqan diniy olim Ilhon Turam bu davlatningki raisi bo'lgan. Davlat qurilgandan keyin har ikki davlatimizda bu davlatimizning asosiy qonunlari bizning dinimizni asos qilgan. Demak, Xitoy ishg'oliyatigacha bo'lgan araliqda mayli siyosat sohasida bo'lsin, mayli ilmiy sohada bo'lsin, mayli ijtimoiy sohada bo'lsin, bizning dinimiz bizning ayrilmas bir qismimiz bo'lib ketgan. Bizning urf-odatlarimiz, turmush odatlarimiz islom bilan birisi-birisidan ayrig'ili bo'lmaydigan shaklda birikib ketgan. 1949-yili Xitoy bizni rasmiy shaklda bosib olgandan keyin ishg'oliyatchining birinchi nishoni bo'ladi shu millatni yo'q qilish. Agar qilinmasa, aslimasiya qilish. Agar qilinmasa, o'ziga o'xshaydigan tafakkur qilish, o'ziga o'xshaydigan so'zlaydigan qilish. Xitoy biz Uyg'ur musulmonlarni tugutishning birinchi yo'linki bizning milliy kimligimizni saqlab turadigan, bizning shu zolimga qarshi turishga undaydigan islom ekanligini tunib yetgan. Bu sababdan Xitoy hukumatı bizni bosib olgandan tortib tunji qatim nimani chekildi? Diniy ma'rifimizni chekildi. Madrasalarimizni butunlay amaldan qoldirdi, qonunsiz qildi. Chunki Xitoy Uyg'urlarni islomdan ayirmay turib, asla va asla yo'qotqilib bo'lmaydiganligi, uning milliy kimligini yo'qotqilib bo'lmaydiganligi, urf-odatlarini yo'qotqilib bo'lmaydiganligini tunib yetgan. Chunki bizning islom dinimiz siyosiy jihatda zolimga qarshi turishga buyurdi. Uni eng ulug' ibodat qilgan. Ijtimoiy jihatda o'ziga xos kiyinish odati, yeb ish odati bor edi. Xitoyga o'xshash yemaydi, Xitoyga o'xshash kiymaydi. O'xshamaydigan qilg'ini onun dini edi. Yap ichishda o'xshamaydigan, kiyim-kechakda o'xshamaydigan, to'y to'kinlarda, urf-odatlarda, o'lim yetim ishlarda o'xshamaydigan bu millatni islomni yo'qotmay turib, yo'qotqilib bo'lmaydiganligi, aslimasiya qilg'ilib bo'lmaydiganligini tunib yetgan Xitoy Uyg'urlarni islomdan ayirish uchun bizga diniy ma'rifni yo'l qo'ymadi. Hatto maktablardami bir soat bo'lsa-mu uningga ruxsat qilmadi. Lekin Uyg'ur xalqi musulmon bo'lg'achqa, o'zining aqidasining ahamiyatini tushungan bo'lg'achqa bundan voz kechmadi. Maxfiy holda madrasalarni qurdi, atdigan oqshomlari o'zining diniy ilmlarini o'rgandi. Shuning turtkisida ta Xitoy ishg'ol qilgandan tortib bugun qadar maydonga kelgan siyosiy harakatlar, qarshilik harakatlarining hammasidagidek diniy omillar o'tirg'i chiqdi. Nəhayət az bir qismi bundan mustasno. Barin vaqasi olsun yoki 5-Perval vaqasi olsun. Hammasi qarab baxadigan bo'lsak, uningdagi qo'zg'atquch omilning islom ekanligi, din ekanligini ko'ramiz. Mana bu sababdan Xitoy tunjulab o'zining nishonini qaratgan, bizning dinimiz qaratgan. Shuning uchun bizning diniy ma'rifimizni cheklagan. Natijada bizning xalqimiz orasida diniy ma'rifdan butunlay ayrilgan Xitoyning ma'rifida nurg'unlagan kishi tarbiyalanib yetishib chiqqan. Bu kishilarning ba'zi ichki o'lkalarda o'qigan, ba'zilari shu bizningki vatanimizda o'qigan. Nada o'qigan bo'lsin, o'zining diniy ma'rifdan butunlay xoli holda Xitoyning tarbiyasida o'qigan. Hamda o'ylab baxing, Xitoy sizga faqat fizika, ximiya va yoki shunga o'xshagan bir tabiiy fan va yoki bir ijtimoiy fanni o'qitiblam qo'yama. Sizga idea so'ndirmasmi? Dal aksicha. Xitoy ilmni nihoyat az o'qitadi, ammo siyosiy o'rganish va undan boshqa har xil moddalarni qo'sh orqali ideyangizni o'zgartirishga tirishadi. Ichkariga olib kirib o'qitishining sababi dal shu yoshlarni, shu kishilarni o'zining urf-odatini ajratish, o'zininki mahalla qoidalaridan ajratish, o'zining e'tiqodidan ajratish orqali yatlashgan bir ziyolini maydonga keltirish uchun nihoyat qattiq kuchigan. Buning natijasida jamiyatimizda o'zining dinidan xabari yo'q, ziyoli deydigan bir xil to'p shakllangan. 15-20 yil Xitoyning ma'rifida tarbiyalangan bir ziyolininki idea jihatda, ruhiy jihatda o'zininki millatidan ajrashi nihoyat tabiiy. Mana bu sababdan vatanimizdan boshlab o'sha ziyolilar bilan xalqimiz o'tirisida hang shakllangan. Ya'ni Xitoy buni maqsadlik holda qilgan. Xitoyning bu plani ishga yarab, jamiyatda ana shundaq o'zining xalqining e'tiqodiga yot, uni bilmaydigan, undan yatlashgan ziyolilar o'tirg'i chiqqan. Hamda bu ziyolilar ichidan oila muhiti va yoki jamiyatidan yana ayrilmagan, o'zining u beg'ini saqlagan va yoki izlanish orqali o'zininki milliy kimligi, e'tiqodi haqida izlanib, tushuncha hosil qilgan sab ziyolilarmi bo'lgan. Keyingi davrlar kelgan vaqtda ziyolilarning bir qismlari uyg'onishga boshlagan. Ular o'ziga qaytgan, milliy kimligini tushungan, diniy e'tiqodini tushungan. Hatto dinga butunlay kirib, dindor bo'lib ketmagan taqdirdami, masalning mohiyatini tushungan. O'zining xalqiningki qizil chiziqlarini ko'rgan, ularning ichida haqiqiy hidoyatga qaytganlarmi bo'lgan.
Masalan, bunun tipik misallar qatoridan Abdurahim O'tkir apandini misolga olaymiz. Keyin yaqinqi davrda o'tirg'i chiqqan Yalqin Ro'zi deymiz, Abduqodir Jaloliddin deymiz. Undan boshqa bir qancha ziyolilar o'zining xalqiga yaqinlashgan, ularga cho'kkan, ularning e'tiqodini tushungan, ular bilan ham suhbat bo'lgan. Natijada ularning yozganlari xalqning ziddiga tegmagan, ularning qimmat qarashlariga hech qanday bir daxlat taruz qilinmagan. Aksicha, bu ziyolilar xalqimizning qimmat qarashlarini qo'g'digan, boshqalar unga hujum qilgan bo'lsa, ularga reddiya bergan. Chunki bu o'yg'oq ziyolilarimiz biz yuqori aytganimizdek Xitoyning hiyla mekrisini tushunib qolgan. Bu sababdan xalq bilan emas, diniy ahli ilmlar bilan suhbat qurgan, dialog qurgan, ular bilan izlashgan, ular bilan tushuncha hosil qilgan, diniy jihatlarda ulardan ta'lim olgan. Natijada shu oxirgi yillarga kelgan vaqtida mush ziyolilarningki oldida menayotgan kishilar bilan diniy ahli ilmlar o'tirisida nihoyat bir yaxshilanish bo'lgan, o'tiridagi hang yo'qolish qarab mangan. Undan keyin Xitoy bizga elib borgan zulmini, bostirish siyosatini tezlatdi. Buning natijasida nurg'un ahli ilmlar chetga chiqqan bo'ldi, biz chetga chiqqan bo'ldi. Ziyolilarimizning o'yg'oqlarimi sirtga chiqqan bo'ldi. Meri ziyoli bo'lsin yoki diniy olim bo'lsin, hammasi o'ziga xos shaklda millatga xizmat qilishga otlandi. Lekin mushu jarayonda vatanda bo'lgan ba'zi ishlar yana takrorlandi. Ba'zi ziyolilardan yoki ziyoli atalganlardan yoki ziyolilar sepiga kirib olganlardan, ya'ni shu burunqi xalqimizning aqida e'tiqodiga hurmat qilmaydigan ba'zi ishlar yuz berishga boshladi. Buning sababi biz yuqorida aytganimizdek, Xitoyninki necha yillik ma'rifada dindan xoli o'qiganlik uchun millatimning qizil siziqi nima, sariq siziqi nima, yeshil siziqi nima buni bilmaganligi uchun, xalqini tushunmaganligi uchun, xalqining e'tiqodidan yiroqlashib, yatlashganligi uchun mana shundaq ba'zi bir gap so'zlar qilindi. Bu ichki nizoga sabab bo'ldi. Demak, ba'zi ziyolilar bilan xalq o'tirisidagi bu hangning sababi yoki diniy kishilar o'tirisidagi bu hangning sababi ularningki e'tiqodidan yiroqlashganligining bir natijasi. Shunga necha yil o'zining hayotini Xitoy ma'rifida o'tkazgan va shularning ma'rifida ziyolilik unvoniga erishgan, salohiyatiga erishgan qarindoshlarimiz, "Ma xalqimga xizmat qilay" deydi ekan. Mening birinchi tavsiyalarim xalqining e'tiqodini o'rganish, ya'ni islom dinini o'rganish kerak. Sizlar necha yil Xitoy ma'rifida tarbiyalangandan keyin sizlarning yotlashinglar tabiiy. Ammo bu kamchilikni to'liqlamaslikka tirishmasliklar bu tabiiy emas. Chunki sizlar Uyg'ur millatiga xizmat qilaman deydi ekansizlar, old bilan bu millatninki dinini bilishinglar kerak. Hatto sizlar islomning qalbinglardan ishonmasanglarmi, bu o'zinglarning ishi. Buningga o'zinglar mas'ul. Sizlar islom dinini tushunishinglar, tadqiq qilishinglar kerak. Uni bilmasanglar, xalqning qaysi qizil siziqi, qaysi sariq siziqi bilmasanglar, sizlar xalqqa asla va asla xizmat qila olmaysizlar. Dal aksicha, xalqni ichki nizoga so'raysizlar. Masalan, o'tir sharqdagi ba'zi arab davlatlarininki, hatto Turkiya Jumhuriyatiniki qurilgandan keyin nima uchun o'zi bilan teng qurilgan ba'zi bir davlatlarga, hatto dinsiz davlatlarga o'xshash taraqqiy qilinmasligining sababi dal shu davlatlarningki beshiga o'zining millatining e'tiqodidan yatlashgan kishilarningki hokim bo'lib olish sababidan bo'lgan. Ya'ni qandaq bir millatga o'zining e'tiqodidan yatlashgan bir odam bosh bo'lib oldi ekan, oldiga chiqib oladi ekan, u millatni chekindiradi. Keyniga tortadi, ichki nizoga boshlaydi. Masalan, Turkiyada boshqa millatlar mashinani qandaq yasaymiz deb iznayotgan paytida, ma o'zining millatiningki e'tiqodiga yot bo'lgan kishilarni oldiga chiqib qo'ygan bo'lg'achqa, hokimiyat beshiga bular boshqalar mashinani qandaq yasaymiz deyotgan vaqtida, ma kishilarning sallini qandaq olamiz deb rahvaran hapilashdi. Vaholanki Hindistonlik buddistlarning sallasi taraqqiyotga hech qachon taqashgan emas edi. Demak, qanda bir millatning beshiga u millatning e'tiqodidan yatlashgan bir odam chiqadi ekan, u millat davlat qurilgandan keyinmi taraqqiy qilinmaydi. Shuning uchun mening ziyoli qarindoshlarimga deydiganim, birinchi bo'lib, sizlar necha yil dindan xoli bir ma'rifatda tarbiyalandinglar, bu kamchiliklarni to'liqlanglar. Din o'rganinglar, islomni o'rganinglar. Agar sizlar islomga ishonmasanglar, tadqiq qilinglar. Agar sizlar dininglarni o'rganmay turib, namoz deganni o'qiymiz, namoz deganni bilamiz deb oddiy bu xil yuzaki tushunchani harakat qilsanglar, yana xalqning qizil siziqi desaysizlar, u chaqda ziyoli desa din dushmani va yoki aholi komitetinining bir xizmatchisidek to'g'ri gap qilasizlar. Sizlar necha yillik hayotinglarni Xitoy ma'rifida o'tkazgan bo'g'achqa, Xitoyning ba'zi bir ideyalari, tashviqotlari sizlar xalab xolamay sizlarningki yushun inglarga singib qoladi. Xitoy radikal deganni radikal deydigan bo'lib qolasizlar. Masalan, ma'lum bir kishi o'zini ziyoli deb atib olgan ma'lum bir kishi ayollarning qora kiyinishini radikallik degan bu gapni o'ttirga olib chiqdi. Vaholanki bu Xitoy tashviqot vositalarida nihoyat uchuq o'ttirib qo'yilgan masala edi. Ya'ni Xitoy shu qora niqobni, qora hijobni, soqolni radikallik deb tashviq qilgan, e'lon qilgan. Bu tashviqot buning kallasiga yushun engi singib ketganda, shu sababdan Xitoyga o'xshash bu hijobni, qora kiyimni radikallik deb qarab olgan. Shuning uchun mening ziyoli qarindoshlarimga deydiganim, sizlar inglarni Xitoyning u tashviqotlaridan tozalash uchun dininglarni o'rganinglar. Dininglarni o'rgansanglar, bu xil angdan qutulaysizlar, pokizlanaysizlar. Undan keyin millatimizga xizmat qila olasizlar. İkinci bir mesele ve şundaqla meningki sizlarga qilgan tavsiyalarim, ziyolilar
sizlar xalq bilan aralashinglar. Xalqning turmush odatini tushuninglar. Odatda nurg'un namozlar bo'ladi, to'y to'kinlar bo'ladi. Biz ziyolilarni asosli ko'rmaymiz. Ular xizmatin bor deb aldashish mumkin. Hamma odamning xizmati bor. Biz xalq bilan aralashgan vaqtda xalqni tushunamiz, xalqning ansaviyasini tushunamiz, turmush odatlarini tushunamiz. Sizlarni bunda met namozida ko'ralayli, Uyg'ur masalalarida ko'ralayli, Uyg'urga aralashinglar. Chunki sizlar Uyg'urga aralashgan vaqtinglarda Uyg'urning ichida boshliq ayollarning bor ekanligi, qora hijobli ayollarning bor ekanligi, yuzni yapadigan ayollarning bor ekanligi, yuzni yapmaydigan ayollarning bor ekanligini ko'rsizlarda, ondan keyin Uyg'ur millatini to'g'ri tasavvur qila olasizlar, hammani qabul qila olasizlar. Aksicha bo'lganda sizlar yatlashgan inginglar bo'yicha qilib qolsanglar, Uyg'ur millatini shu rasmdagi atlas ko'ylak kiygan, do'p kiygan deb shu kitobda ko'rganlar bo'yicha tasavvur qilib olasizlar. Uyg'ur millatining har bir shakllarini ularni yo'q deb chetga qo'yasizlar. Shu esimizda bo'lishi kerak. Kim bo'lsin, meli ziyali olsun, meli dini adam olsun, milletni aldığı çıkıdığan, milletke hizmet kılman deydiğan, ve ki milletke rehber bulman deydiğan adam, ma milletninki her bir şahsını kabul kılış gerek. Rengi qanday olsun, hatta dini qanday olsun, onun bir Uyghur milletiga tava ekanligini istediğini çıkarmaslık gerek. Bunu kabul kılanmagan adam, qaysi birini haqoratlagan, ve ki qaysi biriga tuhmat qilgan, ve ki qaysi birini radikallik deb qaragan adam, Uyg'ur milletining beshiga chiqish asla loyiq emas. Shuning uchun sizlar Uyg'urlar bilan aralashinglar, Uyg'urlar bilan tunishinglar, Uyg'urningki har bir shaklini, har bir rangini qabul qilishni o'rganinglar. Chunki ziyolilar bilan xalqning o'rtasida qanday paydo bo'lishiga sabab bo'lgan narsa mana bu. Xalqni tushunmaslik, xalqni bilmaslik. Uchinchi sabab, ya'ni xalq bilan va yoki diniy odamlar bilan ziyolilarning o'rtasida qanday paydo bo'lib qolishining uchinchi sababi bo'lsa, o'qimishli odam aslida o'zining siziqini, haddini, ya'ni chegarasini bilish kerak edi. O'zining sohasi bo'lmagan har qanday bir temaga kirmaslik kerak edi. Afsuski, o'sha ba'zi bir ziyoliy qarindoshlarimiz o'zining sohasi bo'lmagan diniy temalarga ko'p aralashib oladi. Olim qatnashida ishlab turib, diniy hukmlarga aralashadi. Doktorxonada ishlab turib, halol haromga aralashadi. Bu xil hadsizlik, bu xil haddidan eshish menimcha boshqa bir millatda ko'rilmasligi yoki oz ko'rishi mumkin. Men hech qanday bir diniy ahli ilmninki doktorlik haqida u bu deganni anglamadim. Va yoki boshqa bir sohada o'zining haddidan oshgan shaklda hukm berganini ko'rmadim. Ammo ba'zi bir qism ziyoli va yoki ziyoli deb atalgan kishilarninki o'zining haddidan oshgan shaklda o'sha diniy sohaga aralashganini ko'ryapmiz. Bu sizlarni xatolashtiradi, xalqimiz bilan o'zinglarning o'tirishtiga bir ziddiyat silib olasizlar. Oxirgi tavsiyam bo'lsa, ziyolilarning ko'p sonliqi yuqorida aytganimizdek Xitoyning ma'rifida 15-20 yillab o'qigan bo'g'achqa Xitoyning qimmat qarashlari, tashviqotlari uning yushun ingiga singan bo'ladi. Endi buni his qilib tuzatgan bo'lsa, diniy ahli ilmlar bilan olishib, ulardan ta'lim olib, kam yerini to'liqlagan bo'lsa, bu haqiqatan olqishlashga tegishli bir ish, millatga xizmat qilishga loyiq bir ziyoli bo'ladi. Ammo hakavurlik qilib, cho'ngchilik qilib, o'zining yatlashida davom qilgan bo'lsa, bu xil ziyolilarni ziyolilar qatoridan chiqarib o'tdinglar. Ziyolilik salohiyatini qo'ydinglar.